Larni bersin. Azizxon, shu o'rinda sizdan yana bir qo'shiq tinglasak. Qaysi qo'shiqni ijro etib berasiz? Ruxsat bersangiz, Dildor opa, yaqinda yangi qo'shiq qildim. Bu o'zimning qadrdon ham do'stim, akamiz ham mana shu O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovni eng yaxshi ko'rgan, eng yosh shoir shogirdlaridan Rustam Mirvohid degan qadrdonimizni nozik degan juda bir go'zal bir nozik xilqatga yozgan bir she'rlarga bir Xudoyim bir kuy berib qoldi. Shuni bir yozdik, yaqinda yozdik. Men hali hech qayerda aytmadim bu qo'shiqni. Bugun ruxsat bersangiz, shuni bir premyera sifatida mana shu Asal O'zbekiston ko'rsatuvida aytib bersam. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Katta rahmat sizga. Keling. Upayla binozik nechuk anglay gaping nozik buncha sening tabing nozik bir so'z kam bir so'z ortiqcha qo'lim qattiq tarolmayman sochlaringga yarolmayman senga oddiy qarolmayman bir ko'z kam bir ko'z ortiqcha naslim g'arib peshonamning ta'mi ajib bir tuz kam bir tuz ortiqcha bodomlar zor qabog'ingga charoslar jon qarog'ingga surolmayman oyog'ingga bir yuz kam bir yuz ortiqcha qo'lim qattiq tarolmayman sochlaringga yarolmayman senga oddiy qarolmayman bir ko'z kam bir ko'z ortiqcha bir ko'z kam bir ko'z ortiqcha. Rahmat Azizxon. Rahmat. Juda chiroyli qo'shiq. Qo'shiqni so'zlarida ham, ijrosida ham hayo bor-a, Tojibar opa. Rahmat, rahmat. Rustambekke ham rahmat shunaqa chiroyli satrlar uchun. Sizga rahmat. Rahmat. Ajoyib qo'shiq, juda chiroyli qo'shiq. Men sizni muxlisingizga aylanib boryapman Azizxon. Rahmat, rahmat.